Yana bitta qo'chqorimiz akalar, qo'zi qo'chqor. Aka, bu qo'chqor haqida ma'lumot bering. Qo'chqor aka onasini ichida Qirg'izistondan kelgan. Qo'chqorni liniya Narbutan liniya bo'lib qoladi. Narbutanni unuchkasi bo'ladi. Agar Arashanga qiziqadigan odam bo'lsa, shu o'zi Arashanning ichida yurgan odamlar Narbutan qanaqa qo'chqorligini yaxshi bilishadi. Narbutanning unuchkasi hisoblanadi bu. Onasini ichida Qirg'izistondan kelgan. Qo'zichamiz 7-yanvar kuni tug'ilgan aka. 7-yanvar bo'lsa, 2 oylik a. Ko'pchilik ishonmasligi mumkin aka, mana tishi. Mana. Ko'rib qo'yinglar. Orqa tarafdan bitta ko'rsating aka. Mana razrezlari dakansa mana. Mana bunday. Mana akalar o'zlaringiz baho berasizlar. Bu bitta narsa, men o'zim xos sharoitga ko'raman akalar, bu nima desam, qo'ylar bilan bir xil yeb yurgan qo'zi, unaqa bir iminni bunga e'tibor berib, yemni oldiga to'kib qaralmagan. U unaqa tarrang semiz holatda emas, hozirgi holati, o'rtacha holati. Sababi qo'ylar bilan bir xil oddiy yeyotgan yem ham kam, hashayi, bunaqa abishni hasha yeyapti. Bunaqa har xil vitaminlar, kuchli yemni yeyotgan holatda emas. Sababi o'suvchilik uchun ham shunday qaralyapti, meni tushunishimcha. Bu aka, bu qo'zichaga qo'ylarning ichida yuribdi aka. Bu bizga birinchidan bu sportivni formasini ushlab turgani kerak bu qo'zini aka. Biz semirtirib boqish uchun bu qo'zini ushlamayapmiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, kelasi yilga buni qo'zilarini olamiz. Xudo xolasa. Bo'ldi, bering metrni. Men bo'yini o'lchab ko'rsataman. Mana tekis joyda turibdi. Qo'zichamiz. Sakson pilis qo'ylari mana. Menga bitta narsani aytib o'taman. Menga bu narsa juda ko'p qiziq emas. Bu hech qanaqa men Arashanni unaqa maqtab, zo'r emas. Bor narsani ko'rsataman. Akam o'ziga ham aytdim. Bor narsani ko'rsataman. Menga bu masalan, unchalik men o'zim Arashanni ishqibozi emasman. Lekin bor narsani ko'ryapsizlar akalar. Mana o'sha Arashanda bo'lish kerak bo'lgan garbonoz, quloqqa ham e'tibor berasizlar akalar. Quloqni xohlasalar, mana o'lchab ko'rsatamiz shuni quloqini. O'lchab ko'rsatamiz. 20 quloqlari pilis. 20 pilis mana. Yana men o'zim tortib ushlamayapman yana. Ko'rib baho berasizlar. 20 pilis. Prosta tortib ushlamayapman, yana sababi buni 2 kishi. Aka, agar qiziquvchilar bo'lsa, sotiladiganlar bormi? Qiziquvchilar bo'lsa, sotiladiganlari bor aka. Если что, qiziquvchilar bo'lsa, hali men sizga nomerimni aytaman, siz cho nomerni yozib qo'yasiz aka. Xudo xolasa. Lekin